Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan navbatdagi darsda ko'rishib turganimdan xursandman. O'tgan safar darsimizda nevrotik buzilishni rivojlanish mexanizmi haqida ma'lumot bergan edim. Rivojlanish mexanizmini eng ustida turadigan sizga va bizga ko'rinib turadigan narsa bu simptomlar edi, ya'ni shikoyatlar edi. Aynan shu tushuntirgan iceberg modelimda o'shani birinchi qismi, demak, shikoyat yoki simptomlar haqida, ya'ni o'zimiz bildirgan shikoyatlarimizni o'rganishni boshlaymiz. Juda ham muhim, ahamiyatga ega bo'lgan mavzu bugun. Diqqat bilan eshitishingizni so'rab qolaman. Demak, umuman inson organizmi haqida shikoyat bildirar ekan, 3 guruhga bo'linadi. Bitta inson bildirishi mumkin bo'lgan shikoyatlari 3 guruhga bo'linadi. Demak, birinchisi bu tanamizga bog'liq bo'lgan shikoyat. Yurak qon tomiriga bog'liq, yurak qon tomiriga bog'liq sistemaga shikoyat. Bu hammamiz uchun tanish bo'lgan yurak atrofidagi og'riqlar, sanchiqlar, yurakni notekis urib ketishi, yurakning bezovta bo'lishi, yurak urganini his qilib turishimiz, yuragim tomog'imga tiqilib qoldi deb shikoyat berishadi. Yuragim meni boshimda uradi deb shikoyat berishadi. Ya'ni pulsatsiyani sezib turishadi. Jamiki yurakka bo'lgan shikoyat. Bu yurak qon tomiriga, tizimiga tegishli bo'lgan shikoyat hisoblanadi. Ikkinchi guruh shikoyatlar bu nafas tizimiga ta'sir qiladigan shikoyatlar. Ya'ni nafas tizimiga aloqasi bo'lgan shikoyatlar. Nafas olish sistemaga taalluqli bo'lgan hamma shikoyatlarimiz kiradi shuning ichiga. Ya'ni chuqur nafas olish. Bunda bemorlarimiz to'yib nafas ololmayman doktor deyshadi, ya'ni. Xo'rsinib qo'yishadi. Yoki tez-tez nafas olish, yoki nafas olishni qiyinlashishi, nafas chiqarishni qiyinlashishi, nafas olishni qiyinlashishi, nafas yo'limga nimadir tiqilganday bo'ladi deb berishadi shikoyat. Ya'ni nafas tizimiga aloqasi bo'lgan shikoyat. Keyingisi oshqozon ichak sistemasiga. Ya'ni qorin sohadagi og'riqlar, ichaklardagi har xil sezgini, ya'ni buzilishlari, kimnidir aynan ich kelishiga bo'lgan shikoyati, ovqat hazm bo'lishidagi muammolar, ovqatim hazm bo'lmayapti deb berishgan shikoyatlar, bir xillar tez-tez qornim o'chyapti deydi, bir xillar aytishadi, umuman meni ishtaham yo'q. Oshqozon ichak sistemaga aloqasi bo'lgan hamma shikoyatlar shu tizimga aloqador bo'ladi. Keyingisi terimizga mansub bo'lgan shikoyatlarimiz. Ya'ni bu yerda terining sezgirligiga aloqasi bor shikoyatlar. Ya'ni qizib ketish, sovib ketish, bir narsa yurgandek bo'lish tanada. Oyog'imdan boshlanadi deyshadi. Oyog'imdan boshlanadi, shu kelib turib deydi, mana shu tomog'imgacha keladi deydi. Yoki boshimdan bir narsa o'tganday bo'ldi deyshadi, to oyog'imgacha. Va o'sha vaqtda oyog'imda, qo'limda kuch qolmadi deyshadi. Tanamizga tegishli bo'lgan jamiki shikoyatlarimiz borki, bu tanani, demak, terimizga sezgirlikka aloqasi bo'lgan shikoyatlar hisoblanadi. Keyingi shikoyatlarimizdan bittasi yana tanamizni holatiga aloqasi bo'lgan shikoyatlar. Ya'ni holsizlik. Doktor, meni kuchim yo'q, umuman quvvatim yo'q. Birdan yaxshi o'tirgandim, gaplashib o'tiraman, kayfiyatim yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Birdan kuchim qolmaydi. Oyog'imda kuch qolmaydi, qo'limda kuch qolmaydi. Go'yoki hamma joyimda kuchim, quvvatim birdaniga qayergadir ketib qoladi. Va o'sha vaqtda kayfiyatim tushib ketadi, qiziqishim yo'qolib qoladi, ishga borgim kelmaydi, insonlar bilan gaplashib o'tirgim kelmaydi. Uyga kirib, shu o'ram olib yotaversam, ya'ni quvvatim yo'q, kuchim yo'q deb aytishadi. Aynan bu shikoyatlarimiz, demak, tanamizni holatiga tegishli shikoyat hisoblanadi. Tanaga bog'liq shikoyatlarimiz quyidagicha. Asli bundan ham ko'p, lekin eng ko'p uchraydigan shikoyatlar haqida ma'lumot beryapman. Ikkinchi guruh shikoyatlarimiz bu emotsiyamizga aloqasi bo'lgan shikoyat. Eng ko'p uchraydigani xavotir, qo'rquv, vahima, jizzakilik, tez jahl chiqish. Ya'ni doktor, jizzaki bo'lib qolganman, juda ham tez jahlim chiqib ketadi deyshadi. Salnasalga. Bitta gap kamlik qiladi menga, ikkita gap ko'plik qiladi, bir yarimta gapni menga demak topib gapirib berisha olmayapti deb shikoyat qilishadi. Va albatta tushkun kayfiyat. Ya'ni kayfiyatim birdaniga tushib ketadi. Hayotga bo'lgan qiziqishim birdaniga tushib ketadi deb shikoyat berishadi. Ya'ni bu biz emotsiyamizga tegishli shikoyatlar. Xavotir, qo'rquv, vahima haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Bizni kuzatib turgan, demak, kuzatuvchilarimizda deyarli hammalarda aynan shu shikoyatlar kuzatilgan. Shuning uchun siz bizni darsni kuzatib o'tiribsiz. Xavotir, qo'rquv, vahima eng ko'p uchraydigan emotsiyamizga bog'liq bo'lgan shikoyatlardan hisoblanadi.
Keyingi 3-guruh shikoyatlarimiz, demak bu bir emotsiyaga bog'liq 2. Uchinchisi bu kognitiv xulq atvorga tegishli shikoyatlarimiz. Aynan bu 3-guruh shikoyatni ham berishga qaror qildim, sababi oxirgi vaqtda juda ham ko'p uchrayapti bu. Bunga nimalar kiradi? Kognitiv xulq atvorga tegishli shikoyatlarga. Birinchisi bu negativ fikr. Ya'ni birinchisi bu fikr. Ko'p holatlarda negativ fikr. Bu shunaqa insonlarda uchraydiki, nevrotik buzilishlarni turi haqida ham alohida dars tushuntirib beraman. Aynan obsessivniy kompulsivniy buzilishlarga tegishli bu shikoyatlar. Ya'ni fikr, negativniy fikr. Nimadir qanaqadir kasallik yuqtirib olish, kimgadir ziyon yetkazib qo'yish, o'ziga ziyon yetkazib qo'yish va qanaqadir yuqumli kasalliklarni yuqtirib olish juda ham ko'p uchraydigan shikoyatlardan. Ya'ni bu fikrga bog'liq, negativ fikrga bog'liq, doimiy ravishda menda qanaqadir kasallik bor, kasallikdan qo'rqib qolish. Doimiy ravishda o'zini tekshirtirib yurish. Bu ipokondrik nevroz mavzusida gaplashamiz buni. Fikrga aloqador demak shikoyat. Kognitivniy shikoyat deb aytiladi buni, chunki bu asosan insonlarning ongidagi fikr xolos. Shu fikr shu darajada tinchlik bermaydi insonlarga. Keyingi shu guruhga mansub shikoyatlarimizdan bu qaysidir bizni xatti-harakatlarimiz. Qaysidir bizni xatti-harakatlarimiz. Bunga nima kiradi? Agorafobiyasi borlar, panik atakasi borlar buni yaxshi tushunishadi. Ma'lum bir joyga bora olmaslik, uydan ko'chaga chiqa olmaslik, chiqqan vaqtida ham kim bilandir birga chiqish, qayergadir yolg'iz bormaslik, qo'rqish, yolg'iz bo'lishdan qo'rqish yoki qaysidir joydan birdan qochib ketib qolish. Panik ataka bor insonlar juda yaxshi tushunishadi buni. Ma'lum bir joyda panik atakalar boshlanib qolsa, qochib ketishadi. Ya'ni qochish xulq-atvori ularga borgan sari odatiy tusga kirib qoladi. Bora olmasdim, kela olmasdim, chiqa olmasdim, samolyotga, osmonda ucha olmasdim. Bular hammasi aynan shu xatti-harakatlardagi shikoyatlarga kiradi. Biz tanaga bog'liq, emotsiyaga bog'liq va kognitiv xulq-atvorga bog'liq shikoyatlarimizni bir so'z bilan aytganda bularni simptom deb aytamiz. Ya'ni bular hammasi simptom hisoblanadi. Quyidagi 3 guruh shikoyatlarimizni biz simptom deb aytamiz. Diqqat qiling. Simptomlarimiz o'zi tabiatiga ko'ra necha xil bo'ladi? Nima uchun aynan simptomlar haqida biz alohida darslik qilyapmiz va alohida shuni men tushuntirib beraman. Buning sababi bor. Simptomlarimiz tabiatiga ko'ra necha xil bo'ladi? Necha turli bo'ladi? Nima uchun bizga kerak simptomlarimizni tabiatini bilish? Bu bizni to'g'ri tashxis qo'yishimiz, to'g'ri davolanishimiz uchun kerak bo'lgani uchun aynan shuni bugun men tushuntirib berishga qaror qildim. Simptomlar tabiatiga ko'ra 2 xil bo'ladi. Ya'ni organik simptomlar va funksional simptomlar. Biz quyida gaplashib o'tgan jamiki simptomlarimiz 2 xil tabiatga ega bo'ladi. Organik va funksional. Nima uchun biz organik va funksionalga bo'lamiz? Sababi sizga to'g'ri tashxis qo'yish va sizni davolashingizni to'g'ri olib borish uchun juda ham muhim bo'lgan narsa bu. Organik simptomlar deb nimaga aytamiz? Organik simptomlar bu siz bildirayotgan shikoyat organizmdagi qaysidir organik patologiyalar, qaysidir organik kasalliklar hisobiga yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Yurak qon tomir tizimingizdagi shikoyatlar, yuragingiz tez urishi, qon bosimingiz ko'tarilib ketishi, yuragingiz tartibsiz urishi, vahima, xavotir chaqirgan vaqtda bo'ladigan narsalar. Nafas sistemasiga bo'lgan shikoyatlaringiz, oshqozon, teri, holsizlik, tanamizga bog'liq bo'lgan shikoyatlarimiz, emotsiyaga bog'liq bo'lgan shikoyatlarimiz va kognitiv xulq-atvorga ega bo'lgan shikoyatlarimiz. Fikrlarimizni, demak, har xil bizning hayot tarzimizga o'ta chuqur ta'sir qilishi yoki xatti-harakatlarimiz. Bular organik sabablarga ko'ra ham bo'lishi mumkin. Ya'ni biz rostdan ham yurak tizimimizdagi muammo, nafas tizimimizdagi muammo, oshqozon tizimimizdagi muammo, bosh miyamizning ximik tuzilishi va bosh miyamizning ma'lum bir qismidagi organik patologiya hisobiga bo'ladigan kognitiv muammo, emotsional muammolar bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun biz simptomlarimizni organik va funksional qismga bo'la olamiz, ya'ni tabiatga bo'la olamiz. Organik simptomlarni birinchi qiladigan ishimiz bu istisno qilish. Har doim
kimdir shikoyat bilan kelsa, birinchi tibbiyot xodimining qiladigan ishi u insondagi shikoyatini tabiatini aniqlab olish. Sizda haqiqatdan qaysidir organni kasalligi hisobigami yoki funksional o'zgarish hisobigami tabiatini aniqlab olish. Chunki davolash ham shundan kelib chiqadi. Misol aytaman, yurak qon tomir sistemasiga bog'liq bo'lgan, lekin men nevrozman deb doim o'ylab yurgan inson tekshirib kelgan vaqtida, shikoyatini bilgan vaqtimizda, demak yurak tizimidan shikoyat bildiryapti. Ya'ni menda vahima bordi, shu vahima bo'lgan vaqtimda birdan bir nafas ololmay qolaman, nafas olishim g'alati bo'ladi. Xullas kalom shunaqa bo'ladiki, bir notekis uradi yuragim. Shuni sezaman. Bu bir-ikki marta bordim, ko'rdim. Asabdan deyishgani uchun men asabimdan deb yuribman dedi. Lekin biz yurak qon tomir sistemasini chuqurroq tekshirgan vaqtimizda, demak, yurakni ritmidagi muammoni topdik va uni bartaraf qilgandan so'ng u insondagi vahima va xavotir o'z-o'zidan yo'qoladi. Yana bitta misol, doimiy holsizlik, doimiy quvvatsizlik, hayotga bo'lgan qiziqish yo'q, ya'ni xuddi depressiyaning klinikasi bo'lgan insonlarda esa ma'lum bir gormonal holatlaridagi muammoni topib, uni bartaraf qilgandan so'ng u insonda quyidagi shikoyatlar yo'qolib qolishi. Bu bizning praktikamizda juda ham ko'p uchraydigan narsa. Shuning uchun biz birinchi qiladigan ishimiz bu simptomlarimizni organik tabiatga egami yoki funksional tabiatga egami. Chunki funksional tabiatga ega degani bu 100% nevroz degani. Lekin o'sha vaqtida biz organik muammoni yo bunda funksional bunda deb agar biz boshqa направление bilan ketsak, bunda qaysidir muammoni tashlab ketgan bo'lamiz. Va bu ertaga bizga, bemorga ham, tibbiyot xodimiga ham bu qimmatga tushadi. Men qaror qildim shuni aynan sizlar uchun ma'lumot sifatida berishga. Funksional simptom ekanligini 100% qachon bilamiz? Organik o'zgarishlarni istisno qilsak. Keyin biz aytamiz, ha, demak 100% funksional simptom ekan. Va bu albatta nevroz, nevrotik buzilishlarning qaysidir demak qismi hisoblanadi. Organik patologiyani topadigan bo'lsak, men keyingi darslarda tushuntirib beraman. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Aynan algoritmini men tushuntirib beraman. Demak, bugungi hozirgi darsimizdan oladigan xulosamiz nima? Bizni har doim ham bildiradigan shikoyatimiz, ha, bu nevroziki deb ketish ham to'g'ri emas. Organizmimizdagi qaysidir organlarimiz patologiyasi bo'lishi mumkin. Buni mutaxassisni tavsiyasini ko'rib, tahlil tekshiruvlardan o'tgandan so'ng qaysi tekshiruvdan o'tish kerak, qanaqa tahlil qilish kerak, men buni keyingi dars tushuntirib beraman. Dan so'ng organik patologiya yo'q deganimizdan so'ng buni qayerdan bilamiz biz? Sizlarning praktikalar juda ko'p kuzatilgan. Ya'ni boshim og'riyapti, boshim aylanyapti, yuragim og'riyapti deb borgansizlar mutaxassisga, ular tekshirib ko'rib, sizda kasallik yo'q deganda siz menda nimaga unda shikoyat bor degan savol bo'lgan. Keyin ular sizga aytishgan, "Yo'q, bu shikoyat bu kasallikniki emas. Bu nevrozis shikoyati. Bu degani nevrozis shikoyati bu degani bu funksional shikoyat degani." Ular tekshirib, organika yo'qligini ko'rgandan so'ng, buni istisno qilgandan so'ng sizga ha, bu xavfli emas, bu funksional shikoyat deb aytishgan. Bu kimnidir esida bor, kimnidir esida yo'q. Albatta bu javobdan bizning nevrozlarimiz hech qachon qoniqishmaydi. Sababini men yana tushuntirib beraman. Bugungi bu darsimizdagi demak asosiy xulosamiz mana shu. Har qanday shikoyat yoki organik patologiya hisobiga bo'ladi yoki funksional. Buni tabiatini aniqlab, keyingi qadamga, keyingi etapga demak birga o'tamiz.